Assalomu alaykum Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Hurmatli prezident, mana bu meni haydovchilik guvohnomam. Mana bu esa menga berilgan toifalar. Mana bu avtomaktabda o'qiganligim to'g'risidagi guvohnoma. Rio bergan yo'llanma nimaga imtihon markaziga bergan. Imtihon markazi bergan sertifikat D toifa bo'yicha a'lo darajada o'tganman. Mana endi buni hammasini olib Davlat xizmatlari markaziga bordim. Jizzax shahar Rioga bordim. Boryapman. 3 yil davlat tashkilotini transport vositasini yoki yuk avtomobilni haydagan bo'lish kerak. O'shani menga deyapti. Texpasportidan nusxa, sug'urtasidan nusxa, yo'l varaqangizdan nusxa olib kelasiz deyapti. 3 yillik staj kerak ekan shunaqa. Nima uchun o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori bor ekan, Vazirlar Mahkamasi o'sha nimaga avtomaktabga taqiq qo'ymadi. Fuqarolar kelsa 3 yil staji bo'lmasa o'qishga olmagin. Rioga ham aytdi, Rioni xabari bor ekan. Rio ham menga aytayapti, indamasdan beraveryapti. Avtomaktab ham jo'natgandan keyin Rio ham jo'natib beryapti. Imtihon markazida a'lo darajada men muvaffaqiyatli o'tyapman nazariy amaliy imtihonlardan. Lekin toifa olish endi mumkin emas ekan menga davlat mashinasini 3 yil boshqarmasam. Lekin men 4 yildan beri tirkamali yuk avtomobillarini boshqaraman. 4 yildan beri xususiy egasiga tegishli bo'lgan. Hurmatli prezident, mana shu masalada amaliy yordam berishingizni iltimos so'rayman. Mana shu video murojaatim prezidentga yetib borishida xalqimizdan ham iltimos qilib qolaman. Hurmatli prezident, virtual qabulxonangizga ham telefon qilib ko'rdim, 1000 raqamiga ishlamayapti. Biz hozir texnik nosoz, o'shanaqa 2 soatdan keyin qiling, 3 soatdan keyin qiling, o'shanaqa gaplar bo'lyapti. Hurmatli prezident, mana shu masalada amaliy yordam berishingizni so'rayman.